Bunaqa go'zal manzarali xonadonning egasi bo'lish menimcha hammamizning orzuyimiz bo'lsa kerak. Do'stlar, жилой kompleks Yutavri kelganmiz. Bu yerda 3 xonali 85 metr kvadratli xonadonimiz sotuvga chiqdi. Kelinglar bu uyimizning ichkaridan birgalikda ko'rib chiqamiz. To'g'risini aytganda, orqadagi go'zallikni ko'rib, men o'zim chet elda yashayotgandek his qildim. Bu xonadonimiz studiya formatida bo'lib, birinchi xonamizni mehmonxonadan boshlaymiz. Bu yerda ko'rib turganinglardek keng va qulay mягкий mebel qo'yilgan va mягкий mebelimizning ro'parasida TV zona. Alohida mana bu elektr kaminimizga baho berib qo'yasizlar. Mehmonxonadan uyimizning bu yoq qismiga o'tadigan bo'lsak, oshxona joylashgan. Bu yerda 4 kishilik обеденный zona, a также oshxonamizning o'zi ixcham, lekin hamma kerakli Nemetskiy Bosch brendining texnikasi bilan jihozlangan. Keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Kelinglar, ichkaridan bitta ko'ramiz. Bu yerda katta двухспальный kровать qo'yilgan. Ikkita tumba, ikkita svitilnik bor. Bu yoq tarafimizda встроенный garderobnisi. Bu koridor bo'ylab to'g'riga o'tganinglarda umumiy sanuzel joylashgan. Va oxirgi xonamiz master spalniya bo'ladi. Bu yerda ota-onalarimiz uchun katta двухспальный kровать qo'yilgan, televizor, garderobna va ayollarimiz uchun o'zini ugalokligi bor va albatta master spalniya bo'lgani uchun ichkarida o'zini sanuzeli bor. Do'stlar, xonadonimizni ko'rdinglar, sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda $288,000 tashkil qilyapti. Sizlarga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.